Assalomu alaykum hurmatli Biagumus Dino Cho'yanchi kanalining obunachilari. Assalomu alaykum hurmatli YouTube ahli. Bugun kichkinagina bir rolik qilishga harakat qildik. Birinchi yangiligimiz o'zimizcha mana joylarning ichidan agrovolokna to'shalgan. Lekin shu yerdan suv qo'ydik mana. Bu kapilniga qo'shimcha kapilnidan ham beryapmiz. Hop. Mana shu suv berishni 2 kundan beri qo'yapmiz. Cherizden bugun 3-kuni. Lekin palaklar birdan yaxshi holatga o'tdi. Undan keyin gullash ko'paydi. Alba ko'rinyaptimi yo'qmi? Bundan xo'p, ikkinchi yangiligimiz mana bu setka tutdik 55%lik. Buni ertaroq tutish kerak edi. Hay, kech bo'lsa ham ko'ryapmiz. Hosildorliklarni biz deyarli tugatdik. Baribir chiqyapti o'ziga yarasha. Mana shu qilgan yangiligimiz natijasini ko'ramiz yanagi videoroliklarda ko'rsatib boramiz. Agar kimdagigadir manfaatimiz tegib yordam qilsak yoki to'g'ri yo'l xatodan ketayotganimiz kommentariyaga izoh qoldiringizlar. Bir-birimizga dehqonlar yordam qilish maqsadimiz, tajribani almashish maqsadimiz. Mana shuni shu maqsadda bugungi rolikni oldik. Like bosingizlar, obuna bo'lingizlar. Sog' salomat bo'lingizlar.